Dünyanın her qaysi yerlerki görünmələr, hazır qalxanlar xeyirlik bolsun. Mənim ismim Muzaffer. Bugünkü temamız olsa qo'llanışchan iqtisoddagi markaziy banklar. Markaziy banka deganimiz davlat ichidagi va shu rayondagi butun bankalarning boshlig'i. U bir davlat yoki rayonning pul siyosatiga mas'ul asosiy organ. Odatda iqtisodiy jamiyatning birdan-bir pul tarqatilgan organi. Markaziy bankaning boshqa banka yoki pul muomala organlarini nazorat qilish huquqi bor. Markaziy banka bütün bankalarning o'simlarini belgilaydi. Masalan, Markaziy banka bankalarga bu ay sizlarga shu nisbatda o'sim berman, sizlarmi banka kelgan insonlarga shu nisbatda o'sim bersanglar bo'ldi deb tavsiya qildi. Bankalarmi ma'qul bo'ldi. Har qanday taraqqiy qilgan bir davlatda markaziy bankalar davlatdan ayrim bir organ shaklida ishlaydi. Shunga hozir ko'rganinglardek Turkiya Cumhuriyet Merkez Bankası bo'ldi. Turkiya Cumhuriyeti Markaziy Bankası olmaydi. Mesela Amerika'da FED, Federatsiya Pul Zapisi Amerika'nın Merkezi Bankası. Müstakil bir organ, devlet organı yoki Trump boshqara olmaydi. Lekin ba'zi davlatlarda Merkezi banka bilan davlat birlashib ketgan. Merkezi bankalarning normal fuqarolar bilan bir munosabati yo'q, faqat bankalar bilanla munosabati bor. Merkezi bankalar pul bosadi va pul ishlab chiqaradi, lekin xohlagancha pul ishlab chiqarmaydi. Davlat ichidagi pul baholigini tamponlaydi, pulning qiymatini qo'g'daydi. Markaziy bankalar davlat ichidagi baho muqimligini saqlash orqali insonlarning moliya kuchini qo'g'daydi. Bo'lmasa insonlarning bir narsani sotib olish kuchi ojizlab ketadi va yoki kuchayib ketib insonlar ortiqcha boylashib ketadi. Iqtisodda baholar to'van va tempo muqim va uzluksiz bo'lishi kerak. Masalan, bir narsaning bahosi tuyuqsizdan yuqorilab ketsa, iqtisod uchun qo'rqinchli oqibatlar olib kelishi mumkin. Masalan, necha oyning oldidagi maska baholarining tuyuqsizdan yuqorilab ketishi ve bozorda maskalarning ozayib ketishi. Bütün bankalar yiqqan pullarning ma'lum bir qismini Markaziy bankaga kapolat pul shaklida topshirdi. Masalan, siz ma'lum bir bankaga berib 100 ming lira qo'ygan vaqtingizda, banka bu 100 ming lirani olib boshqa birisiga 115 yoki 120 nisbatda qarz bermaydi. Avval Markaziy bankaga bu pulning 101 yoki 102 qismini topshirib berdi. Qolgan pulni o'zi ishlatdi. Chunki banka keyin krizisga duchor bo'lganda yoki vayron bo'lish nuqtasiga kelib qolgan vaqtda Markaziy bank chiqib bu bankini qutqizib qo'ydi yoki vayron bo'lishini qo'g'daydi. Hozir jamiyatimizda tijorat qiluvchilar yoki tor dunyosida pul tijorati, oltin tijorati, dollar va paychek tijorati qiluvchilar har oylik markaziy bankalarning yig'inini diqqat bilan kuzatadi. Markaziy bankalar har oy yig'ilib o'simni o'stirish yoki o'simni to'g'rilatish to'g'risida siyosiy yig'inlar o'tkazdi. Agar bu oy yig'inda o'simni sal o'stiramiz degan qaror chiqsa, dollar va oltinning bahosi sal tushib ketadi. Paychek bozor bo'lsa yuqorilaydi. O'simni yuqorilatganlik uchun insonlar bankidan qarz olib oltin yoki dollar olmaydi. Shunga dollar bilan oltinga bo'lgan ehtiyoj to'vanlagachga ularning bahosimi o'xshashdan tushishga boshlaydi. Bankalar bo'lsa sal yuqori o'simda pul sotganlik uchun ularning paycheklari yuqorilaydi. Bu paychek bozoriga aktiv ta'sir ko'rsatadi.